Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi kunda Farmet klinikasida vertebrospinal jarohatlar asoratlarini erta reabilitatsiyalari yo'lga qo'yilgan. Navbatdagi bemorimiz xuddi shunday jarohat asorati bilan reabilitatsiya muolajalari o'tkazilmoqda va samarali ijobiy natijalarga erishilmoqda. Qaleybek, tuzukmisiz? Zo'r. Salla yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Oyoqlar yaxshi bo'lib qoldimi? Sekin Harakat bo'lib qoldimi? Qani, bitta ochinchi. Bir yana qiynab qo'yaylik sizni. Ko'taringchi oyoqda. Davay. Ko'taring. Yana balandroq ko'taring. Uni ustini ko'taringchi. Juda yaxshi. Bunda ko'proq quvvati, bunda pastroq, a? Ikkovi ham ishlamasdi-da? Yo'q. Nol edi. Yo'q. Shunchalik bo'lib qoldi. Hozir bemalol yurishlar Yuryapmiz, o'zi yaxshi. bemalol yurib qoldingiz-a? Ko'z tegmasin. Avtoavariya halokatdan keyin SHTP moslamasi o'rnatilgan. Umurtqa pog'onasiga, operatsiyalar bo'ldi-ga. Baba, zo'r bo'ladi. Chop qilaymiz-a, futbol o'ynaymizmi? Xudo xohlasa. Molodez. Harakatni ko'paytiramiz, bo'ptimi? Ko'p yurib, ko'p turib, mana shu yotgan joyingda ham o'rgatdimi gimnastikalarda, ishlarni qilib, dangasalik qilmaymiz. Sog' bo'ling.